Assalomu alaykum aziz hamkorlarim, aziz kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar? Salomatliklaringiz yaxshimi? Bilasizlar, 20-dan keyin bizga Irsoq kompaniyamizdan daromadlarimiz tushadi. Shu daromadlarimizni bir qismiga borib o'zim oilam uchun shunaqa toster sotib oldim. Men anchadan beri olmoqchi bo'lgan o'sha qimmatbaho shunaqa мясорубка oldim o'zim uchun. Qizlar, qaranglar, shunaqa zo'r imkoniyatni sizlarga uyda o'tirib onlayn ishlab, shunaqa o'zlaringizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni, yana uyingizga kerakli bo'lgan deylik har birta narsani o'zingiz ham olsangiz bo'ladi uyda o'tirib. Shunaqa men bu ikkitasini oldim, yana bir ikkita bunaqa texnika oldim. Bundan tashqari bolalarimga ham kiyimlar shunaqa oldim. Allohga shukr, mana uyda o'tirgan holda qizlar ishlab shunaqa olyapman. Allohga shukr. Sizlarni ham o'ylanib turmasdan ishlashlaringizni taklif qilaman.